Kechasi bilan juda ham ko'p o'ylab chiqdim. Katta opa ham onadek bir gap ekan. Men motivator emasman. 28 yil yashab o'tgan hayotimdan kelib chiqib bitta gap ayta olaman. Bu hayotda opangiz bormi? Singiz bormi? Akangiz, ukangiz bormi? Borida qadriga yeting. Pul, mol, dunyo hammasini topa olarkansiz. Lekin bunaqa jigarlarni, keyin bunaqa jigarlarni tug'ib beradigan ota-ona topa olmas ekansizlar. Vallohu alam bir joyda eshitganman, bir inson bundan o'tib ketayotganda mana shu yerda opam turadi deganda jahannamni qo'li yonmagan ekanda. Endi mana qarang, jigaringizdan silay rahmni tiklab xabar oling. Allohim sizga atab qo'ygan mukofoti bor. O'shaning uchun bu katta opamdan xabar olgan ketdim. O'sha opam ko'rsamchi, onam rahmatli esimga tushadilar. Ular rasmlarni qo'ydiraman. Onam do'mboq bo'lganlar. Jigarim xursand qilgan ketdim. Sen jigaringlar bormi? Bayram kerak emas xursand qilish uchun. Xursand qilib turing, ishonning, Alloh bir rishatlasin. Sizga tom Alloh bir qilib beradi. Jigarlar yo'qlab turinglar. Jigarlar g'animat bir-biriga, jigarlar g'animat. Yana assalomu alaykum. Yana keldim. Shahobiddin aka, nima qilyapsiz? Ketma-ket kelyapsiz aka. Aka, men bularga bergan sarib Alloh menga beryapti. Hammasi yaxshiligi. Siz onamga o'xshab keling. Qamargani olib chiqib oldi. Endi ochigaring telefon qilamiz opani. Biz yoshlidan bizdan saslab gaplashganmiz. Motor uchun deysizlar. Ana, Alisa. Judamsan? Sen kelib, endi o'tirdim. To'rtta non ko'rib ketyapti. Ko'ramiz emissiyasini bitta ko'ringlar sizlar yetib oxirigacha. Jigaringlar xursand qilishda bardavom bo'linglar. Opamnikiga jigarimniki to'rtta non bahonasida kelib oldi endi ketdi. Nafi, shu sani bir onamga o'xshashing baxtingda bilasam shu hayotda. Kichkina o'zan sangiz qo'ygan bor edi. Banda kam bo'lsa ko'pini o'ynasang-a. Opa. Haqqi. Sanasi. 18. Tabriklar. Onamga o'xshab keling. Ota-onamni haqlariga bilib olib, sen bilan duo qilamiz, xudo xolasa. Borlaringiz shukur. Bu hayotda hech nimani o'ylamalaringiz. Sizlar ortga tog'da keyin bor. Nima muammolaringiz bo'lsa, xudo xolasa mana men hal qilaman. Boringga shukur. Sizlaring bilan gaplashuvdim. Hali bolam yosh edi, bo'lsa ularni olib ketardim. Nima deyman, xudo xolasa. Mendan rozi bo'llaring. Xudo xolasa bilan ota-onam haqlariga bor duo qilib kelasiz. Haqqingni duo qilib qo'y endi. Opani duosi ijobat. Allohim ko'pliganlaring ko'rsin, bilib bersin. Bolalaringning rohatini ko'ring. Saida bilan qo'sha qaringiz. Biz sizlarning rohatinglarni ko'ringlar. Xudodan joylar jannatdan bo'lsin. Oxiratda omon bo'lsin. Yaxshi seni tug'ib berib ketishgan ekan. Biz boriga chiqib. Yig'lama, men yig'laveraman. Bugun yig'lamayman. Jigarlar, mana shu ko'rishlarga oqibatli jigar aytib qo'yinglar. Yana qaytaraman. Opangiz bormi bu hayotda? Singiz bormi? Akangiz bormi? Ukangiz bormi? Jigarlar bilan silay rahmni to'g'rilavering. Inshaalloh men sizga aytaman, Alloh sizni ishingizni o'zi chiqib chiqaveradi. Nima deyman, oqibat tiklayapti. Siz onamga o'xshab